ketdi. Har kuni ishlab menga dori olib keladi. Seni yaxshi ko'raman qizim, yaxshi bo'lib ketasan uni holi. Asla yaşatmasın iki ko'zingdan. Assalomu alaykum. O'qiyapsizmi hali ham? Akalar beringlar, Mo'mina Hozirgi vaqtda 15 soatlik ehson to'xtatildi. Kechadan to'xtatishni boshlaganmiz. Kimdir telefon qilayotgan bo'lsa, bo'ldi, ehson qilmanglar, hammasi to'xtadi. Hozir men to'plangan summani sizlarga topshiraman inshaalloh. Keyin qolgan narsalarni ham aytib o'taman. Xo'p, bismillah. Bu yerda $5000. Bu yerda $5000, ikkalasi $10000. 120 million bo'lyapti so'mda. 130 million, 140, 150, 8 million. 158 million bu plastiklarga tushgan pul inshaalloh. Bir inson o'zini orzularidan kechib umraga to'playotgan pulini kelib akamizga topshirib ketibdilar. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ikki dunyo saodatini ko'rsin. Umra safarini mana shu yerda ado qilib qo'ydilar ular. Bu yerda jami yana boshqalarniki ham bor. $1100 bu yerda pul to'plangan inshaalloh. Jami summamiz $15000 yig'ilibdi, lekin ehson to'xtatishga majburmiz. Sababiki Hindistonda qizimizni bo'ladigan operatsiyalarini bir toshkentlik bir yaxshi inson barcha ketadigan mablag'larni o'zlari ko'taradigan bo'lib tabriklayman.